Xo'p, biz o'tgan safar sizlar bilan o'zgaruvchilar haqida gaplashgandik. Kompyuterda o'sha operativ xotirada qanday qilib dastur ma'lumotlar saqlash haqida gaplashgandik. Xo'p, dastur haqida ham gaplashgandik va dastur ma'lumotlarni qabul qilish kerak, ularni qayta ishlashi, kerak bo'lsa saqlashi va albatta natijani qaytarish kerak degan xullas punktlarni ko'rib chiqqandik. Ana endi o'sha ma'lumotlarni qabul qilish kerak degan savolida yana biz savollar tug'ilgandi bizda. Ya'ni xo'p, ma'lumot qabul qiladigan bo'lsa qanaqangi ko'rinishdagi ma'lumotlarni qabul qiladi degan savol. Keyin biz unga javob tariqasida Pythondagi ma'lumot turlarini sanagandik. Ya'ni str, int, float, complex, dict, list, tuple, range, set, frozen setlarga o'xshagan. Xo'p, bugun sizlar bilan aynan mana shu ma'lumot turlarini asta-sekinlik bilan bitta-bitta xudo xohlasa ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'tgan safar sizlar bilan shu kommentariyalar haqida ham, o'zgaruvchilar haqida ham gaplashgandik. Ularni nomlash, umuman o'sha nomlashdagi qonun-qoidalar, shunga o'xshagan narsalar haqida xo'p gaplashgandik. Xo'p, qanday qilib nomlash mumkin emas degan savollarga ham javob topgandik. Xo'p, endi hozir sizlar bilan ma'lumot turlari haqida. Xo'p, Pythonda birma-bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, xo'p, buni biz yangi faylga hosil qilamiz. Yangi fayl sajat qilamiz. Men datatypes.py deb nomlayapman. Ya'ni ma'lumot turlarini shu yerga yozamiz. Pythondagi ma'lumot turlari. Xo'p, dasturimiz ma'lumot qabul qiladigan bo'lsa, qanaqangi turdagi ma'lumotlarni qabul qiladi degan savolga demak javob beramiz. Birinchi o'rinda Python qabul qilishi mumkin bo'lgan ma'lumot turi bu string. String bu oddiy matn yoki bo'lmasam Unicode deb qo'yamiz. Klaviaturamizda o'sha bosiladigan belgilarda ketma-ketligi yoki baytlar to'plami shu ma'noda ham keladi. Unicode biz ozgina nima desam bo'ladi? Ozgina chuqurroq tushuntirmasam bo'lmaydi bu narsani. Unicode deb turib, klaviatura orqali kompyuterga kiritish mumkin bo'lgan hamma belgini nazarda tutiladi. Ya'ni o'sha maxsus belgilar bormi, emojilar bormi yoki Xitoy tilidagi so'zlar bormi, o'zbek tilidagi, arab tilidagi, koreys tilidagi qo'yingki, kompyuter tushunishi mumkin bo'lgan hamma narsani, xullas belgilarda Unicode deyiladi. Va ularda har xil ko'rinishi bor. Ya'ni charset deb qo'yadi. UTF-8 bilan UTF-16 yoki UTF-32 degan narsalar bor. Men bu narsalarda hop gruppamizga tashlab qo'yaman. Ya'ni o'sha kompyuter xuddi shu belgilarni qanday tushunadi degan savolga mana bunaqangi tarzda tushuntiriladi. O'sha 0-1larini kodlangan varianti, misol uchun A harfini 0001, esingizda bo'lsa birinchi darsda tushuntirgandim. B harfini aytaylik 010101, shunga o'xshagan. Xullas har bitta belgini unikal o'zini ikkili sanoq sistemasida kompyuter oldindan kiritib tushunib oladi. Va buni yo 8 bit, UTF-8 deb qo'yadi. 8 bitimiz o'sha 8 ta 01 yoki bo'lmasam 16 bit, ya'ni 16 ta 01. Shu ikkalasidan bittasida, balki 32 bitli yoki bo'lmasam 64, 128 bitli ham bo'lishi mumkin. Ya'ni UTF degani Unicode Transform Format, ya'ni Unicode belgilarni transformatsiya qilish formati, ya'ni o'tkazish formati. Ya'ni belgini 01 ga ikkili sanoq sistemasiga o'tkazish formati degan ma'noni bildiradi. Xullas bu narsa kompyuterga belgilarni, siz bilan bizning tilimizdagi, insonlar tilidagi belgilarni 01 ga, ya'ni mashinli kodga tushuntirish uchun kerak. Va e'tibor bering, masalan siz bilan biz uchun bu salom degan so'z bo'ladi. Masalan s teng salom deyapman. Bu siz bilan biz uchun salom bo'ladi, lekin aslida kompyuter uchun s alohida belgi, A alohida belgi, L alohida belgi yoki O yoki M bular alohida belgilar va kompyuter uchun shunchaki belgilar ketma-ketligi bo'ladi.
Xo'p, stringlar konstanta bo'ladi. Konstanta degani matematikadan bilsangiz kerak, konstanta bu o'zgarmas degani. Ya'ni hech qachon ularni o'rinlarini almashtirib o'zgartirib qo'ya olmaysiz. Ya'ni masalan, Pythonda indekslarga murojaat qilish bor. Masalan, string belgilar ketma-ketligi deyapmiz. Shu belgilar ketma-ketligimizda aytaylik 3-elementga murojaat qilib, uni endi aytaylik t harfiga teng deb qo'yadigan bo'lsak, Python bizga bunaqangi holatda xatolik bildiradi. Mana type error str object does not support item assignment, xullas elementlarni o'zgartirish xususiyatiga ega emas stringlar deb shunaqangi xatolik beryapti. Xo'p. String, ya'ni oddiy matn bo'lganligi uchun ular xuddi o'tgan safar ko'p darsda ko'rsatdim, mana static RAM deb, ya'ni operativ xotiramizda ma'lumotlarni saqlab turganimizda mana shunaqangi katakchalarda saqlaymiz. Tasavvur qiling, xuddi yonma-yon katakchalarda belgilarni saqlashga o'xshaydi. Faqat ularga murojaat indeks orqali bo'ladi. Ya'ni birinchi elementi doim 0 bo'ladi. Xo'p. O'rtoqlar, shu yerda indeks so'zini ham nima deydi? O'rganib ketaylik. Indeks o'zbekchasiga joylashuv bo'ladi. Hali ko'p ishlatamiz bu indeks so'zini. Ya'ni bizda qarang. Bu salom degan matnimizda belgilari o'sha operativ xotiramizda yonma-yon katakchalarda joylashyapti-da. Doim ularga murojaatni biz o'sha joylashuviga qarab qilishimiz mumkin. Ya'ni masalan s 0-elementi deydigan bo'lsak, bu holatda bizga mana s harfini o'zi chiqyapti. Yoki bo'lmasam birinchi elementi, ikkinchi elementi, uchinchi elementi deydigan bo'lsangiz, o'sha har bitta belgisi alohida mana s, a, l, o xullas alohida bo'lib chiqyapti. Xo'p, yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Agar indeks noto'g'ri berilsa, misol uchun mana 15 deb qo'yadigan bo'lsam, bu string matnimda bunaqangi 15 ta belgi yo'q. Endi Python nima deydi? Kechirasiz deydi. Index error, string indexed out of range. Ya'ni sen beryapti turgan indeks matnni indekslar diapazonidan katta deyapti. Xullas kirmaydi diapazoniga deyapti-da. Ya'ni bu yerda hozir agar 5 ta belgi bo'ladigan bo'lsa, 4 gacha indeksimiz bor xolos, 0 dan boshlab sanaganimizda. Xo'p, xuddi shu tarzda, ya'ni elementlar ketma-ketligi deb tushunishingiz mumkin yoki belgilar ketma-ketligi, Unicode ketma-ketligi deb tushunishingiz mumkin. String xuddi shunaqangi narsa va u konstanta, o'zgarmas bo'ladi. Xo'p. Pythonda stringlarni, ya'ni matnlarni yozish uchun 3 xil usul bor. 3 xil usul deganda men qo'sh tirnoqlarni nazarda tutyapman. Birinchidan qo'sh tirnoqni o'zi yoki bo'lmasam, to'xtang. Birinchi apostrof deb mana bunaqangi bittali qo'sh tirnoq aytilyapti. Yoki bo'lmasam qo'sh tirnoqni o'zi va 3 tali qo'sh tirnoq. Mana shu usullarda stringlarni ochishingiz mumkin. Mana bu string 1 bo'lsin, bu string 2 bo'lsin, bu string 3 bo'lsin. E'tibor beryapti turgan bo'lsangiz, men str yoki bo'lmasam string deb o'zgaruvchi ochmayapman. Shunchaki s deb ochib qo'yapman xolos. Chunki o'tgan safar gaplashgandik, o'zgaruvchilarni nomlashda Python o'zidagi nomlardan yoki zaharlangan nomlardan foydalanish mumkin emas degandik. Xo'p. Nimaga endi 3 xil ko'rinishda string, ya'ni o'zgaruvchilarni ochish Pythonda yo'lga qo'yilgan deydigan bo'lsangiz, bu narsaga mana oddiy javob tariqasida qarang. Ingliz tilida don't degan so'z bor, ya'ni unda mana bunaqangi tutuq belgisi bor, ya'ni apostrof bor. Agar men stringimni apostrof bilan ochib, xuddi shu don't ishlatadigan bo'lsam, menda syntaxis error chiqadi, ya'ni syntaxis yozishda xatolik. Bu ikkalasi bitta qatorda ishlatib bo'lmaydi deb mana strelkalar bilan ko'rsatilyapti. Ya'ni agar siz qo'sh tirnoqlarni ikkitasini bitta qatorda ishlataman desangiz, bu konfliktga olib kelaveradi. Masalan, matn yozadigan bo'lsak, buni kommentariyaga olib turaman men. Xo'p, matn yozadigan bo'lsak, Xo'p, matnimizda salom dunyo degan so'z bo'lsin va dunyo so'zi qo'sh tirnoq ichida chiqish kerak. Hozir men shunda ham stringni qo'sh tirnoqda ochyapman, lekin yana bitta qo'sh tirnoq ochadigan bo'lsam, mana bunaqangi tarzda. Bu уже konflikt. Python interpretatori mana mabodo virgulni esdan chiqarmayapsanmi deb mendan so'rayapti va bu syntaxis errorga olib kelyapti. Xullas, agar
xuddi shunaqangi tarzda qo'sh tirnoqlar bilan yoki apostroflarni qo'shib ishlatish kerak bo'lsa, unda mana bu berilgan 3 xil ko'rinishda bir-biriga kombinatsiya qilish kerak. Ya'ni, masalan, mana bunaqangi tarzda yozish mumkin. Salom so'zini aytaylik. O'zi stringda apostroflarni ochib, mana dunyo so'zini qo'sh tirnoq ichiga olsangiz bo'ladi. Shunda hech qanaqangi konfliktsiz salom dunyo so'zi hamda dunyo so'zi ham mana qo'sh tirnoq ichida bo'lib chiqadi. Xullas, yoki bo'lmasam, yana ham udobniyroq variant, 3 tali qo'sh tirnoq ochasiz. 3 tali qo'sh tirnoq ochganingizdan keyin, xullas, xohlagancha belgilar ishlatishingiz mumkin. Masalan, o'sha don't so'zini ham yozsak bo'ladi. Ishga tushirib ko'radigan bo'lsak va bu mana apostroflarim ham, 2 tali qo'sh tirnoqlarim ham hech qanaqangi konfliktsiz ishlayapti. Sababi string o'zi 3 tali qo'sh tirnoqda ochilganligi uchun. Xo'p. Pythonda tashqi, ya'ni o'zini ichki funksiyalari bor. To'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish mumkin bo'lgan. Shulardan bittasi bu len hisoblanadi. Len returns the number of items in a container. Xullas, berilgan ketma-ketlik ichidagi elementlarning sonini, ya'ni uzunligini deb qo'yamiz. Bu JavaScriptda length bo'lardi. Shu narsani qaytaradi. Xo'p, masalan, bizga lenga bitta string beraman. Salom degan string beradigan bo'lsam, len menga unda nechta belgi borligini qaytaradi. Butun sonlarda qaytaradi. E'tibor berish kerak. Chunki butun sonlarda qaytarib turgan mana bitta isboti. Xuddi shu len funksiyaga misol uchun yana 5 ta qo'shib qo'yadigan bo'lsak, uje bu 10 da qaytaradi. Ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, mana e'tibor bering. Len butun son qaytaradi. Xo'p, bunga misol uchun bu tarzda o'zgaruvchi yozib bermasdan, ya'ni nima deydi? To'g'ridan-to'g'ri yozmasdan ham o'zgaruvchiga yozib turib bersangiz ham bo'laveradi. Hello world deb turib, hop, len s, hop, ishga tushiradigan bo'lsak, mana hello world so'zida 11 ta belgi, bitta belgi chiqyapti mana hello world so'zida. Hop. Va o'rtoqlar, string bu oddiy matn, Unicode, ya'ni belgilar ketma-ketligi deb o'rganiladi. Hop, bundan tashqari Pythonda type funksiya ham bor. Type funksiya bu berilgan o'zgaruvchi qiymatini qaysi ma'lumot turida ekanligini qaytaradi. Ya'ni bu funksiya siz bergan o'zgaruvchingizni aynan qanaqangi ma'lumot turiga tegishli ekanligini qaytaradi. Bizda s bu string, type funksiyaga bu narsani beradigan bo'lsak, mana type aytayaptiki class str, ya'ni bu s o'zgaruvchini qiymati, ya'ni ichidagi ma'lumot turi, type ya'ni turi string, Pythondagi string ma'lumotlar turiga tegishli deb aytilyapti. Xo'p, bundan tashqari aynan stringlarda o'ziga yarasha funksiyalar bor, string metodlar bor. Buni alohida o'sha if else, ya'ni funksiyalarni ko'rib chiqqanimizdan keyin ko'rib chiqamiz. Alohida qilib, alohida mavzuda string methods degan darsimiz bor. Chunki dasturda eng ko'p uchraydigan ma'lumot turi bu son, ya'ni raqamlar bilan matnlar. Biz ular bilan yaxshi взаимодействие qilishni o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, galdagi ma'lumot turimiz bu integer, ya'ni butun sonlar. Ingliz tilidagi integer degan so'zni qisqartmasi. Butun sonlar deganda mana bunaqangi 10 yoki bo'lmasam 1, hattoki minusda bo'lsa ham, misol uchun -56 shunga o'xshagan sonlar nazarda tutilyapti. Qoldiqli sonlar endi уже siz bilasiz, ular float bo'ladi. Hop, dробный числа, qoldiqli sonlar va ular masalan 1.10
Hop, tochka. Mana 1.12 yoki minusda bo'lishi ham mumkin. Mana -56.120 shunga o'xshagan sonlar bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari Pythonda complex ma'lum sonlar ham bor. Ya'ni buni murakkab sonlar deyiladi. Xo'p, bularga qayerda qachon duch kelasiz bilmayman. Shaxsan masalan o'zim hali duch kelmaganman. Shuncha yil tajribam bilan bu mana bunaqangi sonlar bo'lishi mumkin. Agar matematikani bilsangiz, men уже nima deb turganimni tushunyapsiz. 2n yoki bo'lsam 125g degan shunaqangi sonlar bo'ladi-yu. Y misol uchun haligi hozir esimga kelmayapti. Xonasi katta sonlar bo'ladi-yu. Xuddi shunaqangi sonlar ham bo'lishi mumkin. Hop, integer, ya'ni butun sonlarda Python o'z avtomatik tarzda aniqlab oladi. Float, ya'ni qoldiqli sonlarda ham o'z avtomatik tarzda aniqlab oladi. Ya'ni masalan o'zgaruvchini ochib, unga qiymat biriktirganingizda hop, o'zi avtomatik tarzda uni qanaqangi son ekanligini bilib oladi. Hozir bu haqida ham gaplashamiz. Mana e'tibor bering, type n qilaman, type f qilaman. Bittasiga butun son berdim, bittasiga qoldiqli son berdim. Ishga tushirib ko'radigan bo'lsam, mana class int deyapti, n ga rostdan butun son biriktirilgan. Bunisida esa class float deyapti, type funksiyam rostdan bunda qoldiqli son biriktirilgan. Nimaga bular bir-biridan farq qiladi desangiz, chunki hisob kitobda ham hozir keyingi darsda o'sha operatorlarni ko'rib chiqsak, hisob kitob vaqtida ham o'sha sonni yaxlitlab olib, butun qismini qoldirib, shunga o'xshagan hisob kitoblar bo'ladi-da. Shu hisob kitoblar точный aniq bo'lish uchun ham qoldiqli sonlar alohida, butun sonlar alohida qilib belgilangan. Xo'p, bu gapni men darsimizni boshida aytishim kerak edi, lekin hozir men esimga tushib ketib, shunaqa bo'lsa ham aytyapman. Xo'p, Python eslab qoling, dinamik tipizatsiyaga ega dasturlash tili hisoblanadi. Ya'ni bu nima degani? Hozir men sizga C yoki C++ dagi kod namunasini ko'rsataman. Hop, C++ kod misol uchun examples deb yozaman. Kartinkaga o'tamiz. Masalan, mana e'tibor bering. C++ dagi kod namunasi. E'tibor bersangiz, mana void yoki bo'lmasa mana int yoki list, yana bu yerda mana qayerda yana kod bor. Hop, mana shu yerlarga e'tibor bering. Mana list integer bo'ladi, binary bo'ladi yoki masalan mana ram degan o'zgaruvchini e'lon qilganda undan avval tipini ko'rsatib qo'ygan. C++lar dinamik emas, statik tipizatsiyaga ega til bo'ladi. Dinamik tipizatsiya yoki statik tipizatsiya nima degani desangiz, dasturlash tiliga bu qanaqangi turdagi ma'lumot ekanligini bildirib qo'yish shu statik tipizatsiya bo'ladi. C++, C kabi dasturlash tillarida siz avval bu o'zgaruvchi o'zida qanaqangi tipdagi ma'lumot saqlash kerakligini ko'rsatib qo'yasiz. Ya'ni mana int deyapmizda, keyin ram degan o'zgaruvchi. Ya'ni bu birinchi qator, birinchi belgilarimizda bu narsa integer bo'ladi deb turib, o'sha dasturlash tiliga tushuntirib qo'yapmiz. Pythonda endi bunaqa narsa yo'q. O'zgarishni e'lon qilasizda, unga primo to'g'ridan to'g'ri ma'lumot turini biriktirib ketaverasiz. Va Python nima qiladi? O'sha ma'lumot turini tekshirib, dinamik, ya'ni o'zi aniqlab tipini o'sha tipga taalluqli qilib qo'yadi. Misol uchun hozir endi boshqa ma'lumot turiga o'tkazsak, string qilib qo'yadigan bo'lsak, bo'ldi, o'sha avtomatik uni endi string ma'lumot turiga taalluqli qilib qo'yadi. Shuning uchun ham Pythonda biz o'sha dinamik tipizatsiyaga ega dasturlash tili deymiz. Buni mana birinchi qatorga olib chiqib qo'ydim, chunki boshida shu narsani gaplashishimiz kerak edi. Men ozgina nima bee'tibor bo'lib qolibman. Hop. Demak, stringlar, sonlar bo'ldi. Endi asosiy yana undan galdagi ma'lumot turimiz bu bool. Ya'ni boolean ma'lumot turi. Bu o'sha true yoki false ga to'g'ri keladi. Ha yoki yo'q, rost yoki yolg'on, shunaqangi ma'lumot turiga taalluqli. Masalan, true bu o'sha nima? False. Bularda ham o'sha type funksiya orqali ma'lumot turini tekshiradigan bo'lsak, type T, type F. Mana class bool deydi, ya'ni
Nima deganim? Boolean ma'lumot turiga taalluqli degani. Shu haqida ham mana qisqacha fakt. Boolean ma'lumot turi bu George Boole nomiga qo'yilgan. Uzr, Boolean emas. Mana bu insonning nomiga qo'yilgan. Hop, bu odam haqida qo'shimcha yana o'zingiz informatsiyalar o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Men hozir ingliz tilidagi Wikipedia'ni tashlayapman. Xohlasangiz tarjima qilib, xohlasangiz rus tilidagisini o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Xullas, bu inson matematika bilan mantiqni bog'lab bergan odam. Ya'ni bizda boolean qiymatlari ha yoki yo'qqa javob bo'ladi, xolos. Ularda boshqa narsa yo'q, boshqa qabul qiladigan qiymati yo'q. Sonlarga o'xshab любой sonni qabul qilib ketavermaydi yoki matnlarga o'xshab любой narsani qabul qilib ketavermaydi. Unda faqatgina true yoki false bor. Ya'ni ha yoki yo'q. Mantiq ham shu ikkita javob bilan tugaydi. Любой narsani mantig'i ha yoki yo'q. Misol uchun ko'chaga chiqsangiz zo'ntiga olish kerakmi, yo'qmi? Agar quyosh misol uchun chiqmasdan yomg'ir yog'ib turgan bo'lsa, ha olasiz, bo'lmasa olmaysiz. Shu ha yoki yo'q. Xullas, bu inson matematika, ya'ni hisob-kitob bilan mantig'imizni bog'lab bera olgan va o'sha matematik analizni mantiqiy fikrlashga bir narsasi degan kitoblar yozgan. Hozir ancha esimdan chiqib ketibdi. Lekin shu insonga biz nima desam bo'ladi? Hozirgi sun'iy intellektlarni qurishda yoki boshqa anaqalarda katta rahmat desak bo'laveradi. Shu inson bizga qaysidir ma'noda shu boolean qiymatlarini bergan. Bu qiymatlarni hali juda ko'p ishlatamiz, xususan iflarda. Misol uchun aytaylik, foydalanuvchini biz yoshini qabul qilgan bo'lsak, yoshi 18 ga teng bo'ladigan bo'lsa, shu 18 misol uchun rostdan 18 dan kattami yo'qmi degan shartlarimiz. Aynan mana bunaqangi operatorlar, buni keyingi darsda o'tamiz. Mana shunaqangi qiymatlar qaytaradi, true false. Agar rost true bo'ladigan bo'lsa, biz qanaqadir boshqa ishlarni qilamiz, false bo'lsa yana boshqa ishlar qilamiz. Aytaylik, 18 dan katta bo'lsa, marhamat, xush kelibsiz deymiz. 18 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, ya'ni false bo'ladigan bo'lsa, kechirasiz, boring damingizni oling deymiz. Shunga o'xshagan narsalar. Xo'p, demak bu boolean qiymati edi. Xo'p. Pythonda yana ma'lumot turlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, hop, bulardan mana boolgacha bo'lganlarini ko'rib chiqamiz. Har biriga alohida to'xtalamiz o'rtoqlar. Bu darsda ozgina qisqacha qilib tushuncha berib o'tib ketaman. Hop, demak, listlar bor. List ya'ni ro'yxatlar. Hop, ro'yxatlar bu mana ta'rifini eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Hop, tartibli elementlar ketligi hisoblanadi. List ya'ni ro'yxatlar. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsda men operativ xotirani tushuntirdim va kompyuter xotirasida ma'lumot saqlashda asosiy ikkita usuli bor. Massivlar hamda node list, bir-biriga bog'langan ro'yxatlar dedim. List o'rtoqlar, o'sha massiv, ya'ni buni array ham deyshadi ingliz tilida, ruschasiga massiv bo'ladi. Arraylarni Pythondagi o'sha dinamik ko'rinishi hisoblanadi. Xo'p, o'rtoqlar, mana shu 55-56-qatorni yodlab olsangiz yaxshi bo'ladi. Chunki bu sizga o'sha listlarni keyinchalik yaxshi tushunganingizda, mana shu narsalarni eslasangiz, ha, rostdan shunaqa degan tushunchani olib kelib beradi. Agar siz hali list haqida umuman tushunchaga ega bo'lmasangiz, tushunchaga ega bo'lgan taqdiringizda ham mana shu so'zlarni yaxshilab yodlab olsangiz yoki bo'lmasa tushungan bo'lsangiz, rostdan shunaqa. Qisqacharoq qilib aytganda. Xo'p, listlar o'rtoqlar mana bunaqangi skobkalar orqali e'lon qilinib, ulardagi elementlar virgullar bilan ajratiladi. Mana shu tarzda yoziladi. Xuddi stringlarda bo'lgani kabi, ularni ham elementlariga indeks orqali murojaat qilsangiz bo'ladi. Ya'ni masalan, hozir bizda L massivi bo'lsa, L da aytaylik 0-elementi desak, bizga ekranga nima chiqadi? 1 chiqadi. Mana. Yoki bo'lmasam 3-elementi deydigan bo'lsak, mana 0 1 bo'lsa, 2 1, xullas 2 3 bizga necha chiqar ekan? 5 chiqar ekan ekranga. Ishga tushirib ko'rishimiz ham mumkin. Mana 5 chiqyapti. Va xuddi listda stringlardan farqli o'laroq ular dinamik hisoblanadi. Ya'ni masalan siz ularda elementlarni o'zgartirishingiz mumkin. Aytaylik, mana 3-element 4 ga deydigan bo'lsak va
massivimizni qaytadan ishga tushiradigan bo'lsak, e'tibor bering. 5 edi, endi u 4 bo'lib qoldi. Ya'ni xuddi stringlardan farqli o'laroq ularni o'zgartirsangiz bo'ladi. List, ya'ni ro'yxatlarda ham alohida metodlari bor. Ularni ham alohida mavzu qilib o'tamiz. Kompyuter xotirasida asosiy ma'lumot saqlash usullaridan bittasi bo'lganligi uchun dasturlarimizda hali ko'p duch kelamiz bu narsaga. Shuning uchun bularni alohida mavzu sifatida ko'rib chiqamiz. Xo'p, undan keyingi ma'lumot turimiz bu dict hisoblanadi. Dictni o'rtoqlar ta'rifi lug'at. Dictionary so'zidan xullas olingan. Va buni qanday tushunamiz desangiz, Pythonda buni ta'rifi mana bunaqa bo'ladi. Dict bu, hop, elementlariga hop index emas, balki kalit nom orqali hop murojaat qilinadigan to'plam. Xo'p, mana shu joyda ma'lumot turlarini biz ikkiga bo'lib olamiz, akalar. Pythondagi ma'lumot turlarini ikkiga bo'lib olamiz va bu bo'ladigan usul xullas bo'limlarimiz ketma-ketlik bilan keyin to'plam bo'ladi. Hop, bu ikkalasini ham tushuntirib beraman. Buning uchun yana o'sha o'tgan darsimizga qaytishimiz kerak bo'ladi. O'tgan darsimizdagi hali Aditya Bhargavani Grokhem algoritmi degan kitobini ochishimiz kerak bo'ladi. Va unda kompyuter xotirasida ma'lumot saqlashni hop usullariga o'tib olamiz. Hop, men aytayapman, Pythondagi ma'lumot saqlash usullarini shu ikkiga bo'lamiz deyapman. To'plam bilan nima dedim? Ketma-ketlik dedim. Hop. Qani как работает память? Teparoqda edi shekilli. Yo'q, pastroqda ekan. Ha, mana. Ya'ni mana. Masalan, massiv bo'ladigan bo'lsa, massivda elementlar yonma-yon xotiradagi katakshilarda saqlanganligi uchun ular ketma-ketlik bo'ladi. To'plamlarda bo'lsa, ma'lumotlar istalgan любой joyga joylashib olganligi uchun, ya'ni ularda indeks joylashuv bo'lmaganligi uchun ularni to'plam deymiz. Chunki ular bir-biriga bog'langan to'p yoki buni mana bunaqangi tushunsangiz bo'ladi. Agar xonada tasavvur qiling, hozir biz xonada dars o'tyapmiz. Hammanglar o'tiribsizlar. Agar sizlar hammanglar bir qator bo'lib tizilib ro'yxat stroysa bo'lib tursanglar, xuddi soldatlarga o'xshab. Men sizlarga chaqirishim uchun, murojaat qilishim uchun birinchi, ikkinchi, uchinchi deb murojaat qilsam bo'laveradi. Ismlaringizni bilmasam. Ismlaringizni bilmasdan turib ham, ya'ni. Lekin sizlar har xil joyda o'tirib olgansizlar xonada, endi men sizlarga murojaat qilishim uchun nima qilishim kerak? Har birlaringga ismlaring bilan murojaat qilishim kerak. Falonchi tur, pistonchi tur deb, xullas shunaqa narsa. Ya'ni operativ xotirada agar elementlar, ya'ni massiv ko'rinishda saqlanib tursa, bularni biz ketma-ketlik deymiz. Iterable deydi ingliz tilida, iterator deydi, xullas shunaqa ketma-ketlik. Va ular mana bunaqangi usulda saqlanib turgan bo'lsa, ularni endi biz nima derkanmiz? To'plam derkanmiz. Shu joyda ikkiga ayriladi xullas ma'lumot turlari. Demak, diktimiz to'plamlarga kirar ekan. Sababi uni elementlariga indeks emas, ya'ni 0, 1, 2, 3 deb indekslari bilan emas, balki kalit nom orqali murojaat qilinadi. Va qarang, diktlarda gulli havslar orqali e'lon qilinamizda, kalitlarini string deb beramiz. Aytaylik, mana name, undan keyin ikkita nuqta qo'yib turib, keyin qiymatimizni biriktiramiz, mana John misol uchun-da. Keyin mana elementlarni virgul bilan ajratamiz. Kalitlar doim stringda bo'ladi. Age aytaylik 23. Va istalgan tipdagi ma'lumotlarni kiritib ketishingiz mumkin bo'ladi. Mana ekranga endi dict chiqaradigan bo'lsa, mana shunaqangi tarzda ma'lumotlar saqlanadi. Ya'ni har bitta saqlayib turgan ma'lumotingizga kalit nom biriktirib ketishingiz kerak bo'ladi, xullas.
va bu narsani Pythonda dict lug'at deb ataymiz. Xuddi telefonni knigani ochsangiz, kontaktlaringizni ochsangiz, bizga nomer kerak bo'ladi, lekin ismi bilan qidiramiz-ku, nomerni topish uchun unga ism biriktirib qo'yamiz-ku. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Xo'p, tuple range setlar qolyapti. Tuple yoki bo'lmasa men tuple deyishga o'rganib qolganman. O'zi aslida kortej deyman, chunki rus tilida o'rganganman. Xo'p, tuple ya'ni kortejlar. Kortejlar o'rtoqlar. Massivlar, ya'ni listlar bilan bir xil narsa, faqat bitta farqi bor xolos. Ta'rifini ham yozib ketaman. Demak, tartibli, o'zgarmas elementlar ketma-ketligi. Ketma-ketlik bo'lsa, значит, indekslari bor bo'ladi. Va Pythonda tuple kortejlar mana bunaqangi oddiy qavslar orqali e'lon qilinadi. Unda ko'rsatilib turgan elementlaringizni ham mana vergul bilan ajratasiz. Va qarang, indekslar orqali murojaat qilsangiz bo'laveradi. Ularni tuple kortejdagi elementlarni olaverasiz bemalol. Ya'ni misol uchun mana birinchi elementi deydigan bo'lsak, bizga hozir 2 chiqadi. Chunki 0-elementda, 0-indeksda 1 turibdi. Lekin o'zgartirib bo'lmaydi. Ya'ni misol uchun mana birinchi elementi endi aytaman teng deyman 25 ga deydigan bo'lsam, Python menga so'kinadi. Kortejlar o'zgartirish elementlarni o'zgartirish xususiyatiga ega emas deydi. Xo'p, ya'ni bu xatolikka olib keladi. Bularni ham hammasini o'zini o'rni bor. List ya'ni massivlar bilan bir xil, faqat bitta farqi ularni nima qilib bo'lmas ekan, o'zgartirib bo'lmas ekan. Buni juda ko'p joylarda ishlatiladi. Nimaga bo'lmasa mana list o'zini ishlatsa bo'laveradi degan savol tug'iladi. Ayniqsa ozgina dasturlashtirilgan xabari bor yoki boshqa dasturlashtirilishni o'rganganlar Pythonni o'rganib turganda mana shunaqangi savolga duch keladi. Nimaga kortejni qilib qo'ygan? Massiv bor, ikkalasi bir xil ekan, farqi o'zgartirib bo'lmas ekan, xolos deyishadi. Bularni o'rni qayerda keladi desangiz, masalan, user, ya'ni foydalanuvchining ma'lumotlarini bazadan olib chiqyapsiz. Bazadan olib chiqib turganingizda jadvaldan olinib turgan ma'lumotlar har bitta o'sha ustunchalari o'zgarmasdan to'g'ri ketma-ketlikda kelish kerak bo'ladi. O'shanaqa momentlarda kerak bo'ladi yoki bunga shunga o'xshash holatlar rosa ko'p. Kortejlarda, ya'ni demak o'zini o'rni bor. Xo'p, keyingi ma'lumot turimiz range, diapazon hisoblanadi. Bunga alohida o'zimiz to'xtalamiz va bu faqatgina sonlar diapazonini, agar kimdir diapazon nimaligini bilmaydigan bo'lsa, o'zbekchasiga oraliq bo'ladi. Sonlar oralig'ini beradi, qaytaradi. Range. Hop. Keyin bu range obyektini qaytaradi. Bu alohida ma'lumot turi. Chunki mana e'tibor bering, misol uchun R ochamanda range deyman. Range funksiyamiz 3 xil qiymat qabul qiladi. Ya'ni qanaqangi? Start, stop, step degan qiymatlarni qabul qiladi. Mana e'tibor bering, mana bu yerda yozyapti. Va oxirida range obyektini qaytaradi. Start bu sonlar diapazonining boshi, stop sonlar diapazonining oxiri, step esa qadam. Ya'ni misol uchun siz mana bunaqa deyishingiz mumkin. 1 dan boshlab 11 gacha, bu holatda 10 gacha oladi. 2 tadan qadam tashlab. Ya'ni 1 da olsa 2 ta sonni tashlaydi, keyin 3 ta oladi. Shunga o'xshagan xullas. Hozir mana ekranga R ni qaytaradigan bo'lsak, ular range chiqaradigan bo'lsak, mana bu range obyektini qaytaryapti. Buni ichidagi sonlarni hammasini ko'ra olishimiz uchun, nima chiqib turganligini bila olishimiz uchun oson usul ularni massivga olib qo'yish, ya'ni list qilib qo'yish. Mana. Shunda biz qanaqangi sonlarni olyapti turganini ko'ra olamiz. Mana 1 ni olyapti, 2 tadan qadam tashlaganlik uchun 3 ta, 5 ta, 7 ni 9 ni olyapti. 10 bo'lgan 10 da tugayapti уже. Ya'ni shunaqangi sonlar diapazonini hosil qilish mumkin. Hop. Start, stop, step. Endi qarang, range ga agar siz faqatgina bitta son beradigan bo'lsangiz, keling yana o'sha list ichiga olamiz, чтобы nima chiqishini ko'rishimiz uchun. Faqatgina bitta son, misol uchun 10 ni beradigan bo'lsak, bu yerda bizga 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlar chiqadi. Ya'ni bitta son berishingiz bu faqatgina stopni berish degani. O'zi start aniq, doim 0 dan boshlanadi, default va gacha bo'lganligi uchun 10 da o'zi chiqmaydi. Chunki o'sha son gacha oladi. Dan gacha ishlaydi ya'ni. Xo'p, bitta sonni bersangiz shunaqa,
Agar ikkita sonni beradigan bo'lsak-chi, misol uchun mana 1 dan 5 gacha deymiz. 1 dan 5 gacha deydigan bo'lsangiz, 1 dan 4 gacha bo'lgan sonlar chiqadi. Mana startni ham beryapman, keyin stopni ham beryapman. Qayerda to'xtash kerakligini. Shu tarzda ham range ga diapazonlarni ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Va oxirgi ikkita ma'lumot turimiz qolyapti. Set. Setni ta'rifi o'rtoqlar unikal, o'zgarmas, unikal elementlar to'plami bo'ladi. Elementlar to'plami bo'ladi. Endi buni sherigi bor, frozen set degan. Bu ham xuddi shunaqangi narsa, xuddi list bilan tuple farqida. Buni nima qilmaydi? O'zgartirib bo'lmaydi. Hop, bittasini xullas o'zgartiraverasiz. Buni metodlari bor, bularni ham alohida ko'rib chiqamiz. Setlar xuddi diktga o'xshab gulli qavslar bilan ochiladi, faqat ularga kalit ko'rsatish shart emas. To'g'ridan to'g'ri qiymatlarni berib ketsangiz bo'laveradi. Mana e'tibor bering. Unikal elementlar to'plami deyapman. Hozir men 1 2 3 1 4 3, ya'ni 1 ham 3 ham bu yerda 2 martadan takrorlanyapti. Ishga tushirib ko'radigan bo'lsa, setda nima qolyapti? Faqatgina bittadan nusxasi qolyapti xolos. Bu o'sha buni unikal degan so'ziga to'g'ri keladi bu xususiyat. Ya'ni unda faqatgina unikal elementlar bo'ladi, boshqa elementlar bo'lmaydi. Setda ham o'ziga yarasha metodlari bor. Ularda ham alohida darsda xudo xohlasa ko'rib chiqamiz. Buni dikt mavzularida ko'rib chiqamiz. O'sha listlardan keyin. Bugungi darsda men eslab qolishingiz kerak bo'lgan narsalar mana shu ta'riflari. Ta'riflarini yodlab olish kerak bo'ladi. Range nima desa, sirazi aytib beradigan darajada xuddi she'r qilib yodlab olsangiz, keyin chunki buni o'sha mavzusida alohida ko'rib chiqqanimizdan keyin aytdim-ku, mana shu narsani eslab turib, ha, rostdan shunaqa edi degan tushunchangiz bo'ladi, xudo xohlasa. Xo'p, va frozen setga keladigan bo'lsak, frozen setlar bu mana bunaqangi tarzda ochiladi. Buni o'zidan alohida funksiyasi bor. Bundan boshqacha usulda ochib bo'lmaydi. Farqi bu ham o'shanaqa unikal. Mana qarang, 1 da 3 martadan yoki 2 ni 2 martadan hosil qildim. Lekin haligi narsa. Bunda o'sha setda boshqacha metodlari bor. Qo'shish, o'chirish degan narsalar. O'sha narsalar ishlamaydi. Xo'p. Frozen setga mana o'zimiz setimizni beraylik. Mana frozen set chiqyapti va unda ham e'tibor bering, mana tepadagi 1, 2larim, 3larim o'chib ketgan. U ham unikal bo'lib chiqyapti. Hop. Endi byte array ki memory view'larda xudo xohlasa Python Advanced mavzularimizga alohida qilib olib qo'yamiz. Ular bilan ishlashda ozgina nima desam bo'ladi? Qo'shimcha vaqt kerak. Lekin asosiy bo'lgan ma'lumot turlari Pythondagi shular. Bular bilan o'sha har qanaqangi muammongizni hal qila olasiz. Byte array yoki memory view'larda hali aytganimdek tajriba oshgandan keyin sekin-sekin imtihonlarga, intervyularga tayyorlanish shunga o'xshagan mavzularda qo'shib o'rganib olsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, demak, bugun sizlar bilan Pythondagi ma'lumot turlarini hammasini birma-bir ko'rib chiqdik. Xudo xohlasa shu keyingi darslarda bularga alohida to'xtalamiz. Xo'p, bunga oid video darslar yoki bo'lmasam o'zingiz qo'shimcha ChatGPT orqali tushunchalar o'rgansangiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni Pythonda float nima qiladi yoki bo'lmasam boolean nimaga list shunaqa tupledan farqi nimada, yana qanaqangi qo'shimchaligi, nima desam bo'ladi. Bilmagan informatsiyalar bor bo'lsa, o'shalarni bilib o'rgansangiz bo'ladi. Buni men vazifa qilib beraman даже. O'zingiz ChatGPT ga yozib research qiling, ya'ni.